여기다 하나 더. 이렇게 해도 기름 튀는데? 기름이 튀잖아, 이렇게 해도. 네. 기름 튀는데 이거 있으니까 괜찮아. 방바닥 미끌미끌하고. 이거 있으니까 이거. Qaynonam bilan baliq qovuryapmiz mana. Bu yoqda bo'lsa kotlet, baliq qovurdoq. Bular hammasi puchingi deb aytiladi. Koreyani har bir bayramida, milliy bayramlarda bu taomlar обязательно Koreya dasturxonlarida har doim bo'lishi kerak. Bu yoqda bo'lsa balig'imiz unga bulangan, unga bulab, nima deydi, unga qatishtirib deydimi, shunaqa qovuriladi mana. Bizni baliq qovurishimiz bilan koreyslarniki tubdan farq qiladi. Qaynanashgan Ranaxon yoqda.